suvga, ruchkaga, markerga chidamli deyapsizmi aka? Ha, albatta. Men gapga ishonmayman, sinab ko'raman. Bo'laveradimi? Bo'laveradi aka, bemalol. Agar o'chirmasa, nomini umuman aytmayman aka bu brendda lekin. Kelishdik. Bu ruchka, bu marker. Endi vodiy havzda o'chirib ko'ramiz. Bizga ortiqcha kimyoviy vositalar, spirt, boshqa narsalar kerak emas ekan. Oddiygina Colgate eng arzon tish pastasi. Buni surkiymiz. 30 soniya, 1 daqiqa davomida ushlab turamiz. soniya 1 daqiqadan o'tib ketib qolmasligi kerak. Sababi zubni pastda qotib qolar ekan. Bizga kerak bo'ladi oddiy oshxona gubkasini yumshoq tomoni bilan artishni boshlaymiz. Do'stlar, eng qiziq joyi devorda kraska emas, emulsiya. O'zi bunaqa ishqalashda emulsiya oqshayib qolishi kerak, izi qolishi kerak. Ruchkani ketqizish muammo tug'dirmadi, lekin markerni pigmenti sal yuqori bo'lgani uchun qattiqroq ketyapti. Arta bo'ldik. Endi namlata kerak bo'ladi. Birinchi sinovimizdan ushbu emulsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Endi ikkinchi sinovni qilib ko'ramiz. Ikkinchi sinovimiz namlatada, ya'ni qo'llattada artib ko'ramiz. Qoyil, birontasi chiqmayapti, mana qaranglar. Kraska emasmi bu ishqilib? Ushbu emulsiyaning nomi Flüger edi do'stlar. 1783-yildan beri ishlab chiqariladi. Daniyada katta zavodlari bor va eng qiziq joyini aytaymi, dunyoda top 5 ta emulsiya mahsulotiga kirar ekan. Va Farg'onadagi rasmiy dileri esa Building Shop do'koni hisoblanadi. Kamalakda nechta rang ko'rgansiz? Menimcha 7 ta. Bu yerda esa aynan mana shu apparat yordamida 30 mingdan ortiq ranglarni ishlab chiqarishingiz mumkin. 1 yildan keyin kelib, o'zingizni buyurtma raqamingizni aytsangiz, siz o'sha oldin olgan rangingizni birga bir qilib chiqarib berishadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Nurxon kinoteatri chorrahasi, Joto restorani yonginasida.